Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Qilichbek chorva kanali obunachilari, qadrli qadrdonlar, akalar, ukalar. 18 million 600 ming so'm chiqib ketadigan qo'najir. Xo'p, akalar, Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz jigarlar. Sizlarni bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa, bugun narxlar bomba bo'lyapti. Bozor o'ta qizg'in. Qo'y bozor akalar. Bu yog'i sigir bozorlar. Ya puli nech pul bo'ldi puli? Aka nech pul beryapsiz bunga? 24 million. 24 million. Bering jon aka Hey, sotgan bo'lsa 22 ga oldim. Sog'ib ichgan ekan. Bering, bor var aka. Ustiga qiziqibdi. Aka nech pul bo'ldi bu qala? 42,5 jupiga. Bitta qora variantida, bitta shved variantida. 42,5 million jupiga. No'g'risa narx qimmat qolib chiqadi. 24 million savdosi bo'lyapti. Xudo xolasa, mana. Bular 130 atrofida. Chiroyli variant. Aka nech pul bo'ldi bu? Tog'a nech pul bo'ldi mol? Sotilmabdi. Aka nech pul bo'ldi bu? Sotdingizmi? Bering, 500 so'mga qaramay. So'm berganman 23 million. Ha, o'zbek 1 million foyda beryapti ekan. Bering, bor var aka. Aka nech pul bo'ldi buqa? Sotilmabdi akalar. Ama sütü zo'ragan 24 million baho bo'lyapti. Aka nech pul bo'ldi bu? Ver oldin. Shu o'lim keladi. Xo'p. Qo'ytdagi oz, qo'chakka olmayman. Bu sotilmadi deyapti akalar. Buni qanday bir bozor, sigir bozoridan bo'ldi. 10-chi. Aka nech pul bo'ldi bu? Aka nech pul bo'ldi bu? 25 ming o'liga. Bozor novosiz oldingizmi? O'ta patir putur akalar. Shu savdosi bitmayapti. 24 million so'm ozgina qo'shsa sotaman deyapti. 14 ta suti bor ekan. O'g'oz qisalligi bir oy bo'lib suvni qo'yib qo'yibdi jigarlar. Aka u nech pul bo'ldi bu? 16,5 million bo'ldi novvoshlar jigarlar mana. Bu nech puldan bo'ldi bular? Shopir ekan bular. Aka qo'ylar nech pul bo'ldi? 30,5, 9,5. Ekoyap so'liqmi? 9,5 million bo'libdi. Bo'g'oz akalar, ekoyap. 9,5 million. Aka yana bola nech pul bo'ldi? Nech pulga kirdi? Qilichbek chorva kanali 32 million so'mga kiribdi akalar, yana bola. Bolasi novvos ekan, jigarlar mana bolasi. Bolasi zo'r ekan. 32,5 ga sotmadi. Xo'p, jigarlar. Novvos shvetidaman. Aka nech pul bo'ldi bu? 16,5 ga sotmadingiz. Allah xo'sh keldi. Aka nech pul bo'ldi bu? 26 dan qaytdi. 26 dan qaytibdi akalar, sotilmadi. Aka nech pul bo'ldi puli? 54 bo'libdi akalar. 54 mingdan kiloga. Akalar buni puli nech pul? Xo'p, akalar sigirimiz puli. 26 ga nech pul bermayapsiz aka? 22 ga.
Bo'g'oz silligi 6 oylik bo'g'oz suti ham bor-a, aka? Qiziqali telefonini qoldiramizmi? Sotib ketamiz. Savdori bor ekan, akalar savdo bo'lyapti ekan. Aka nech puldan bo'lib bu qolar? Aka chekam 23 dan. Chekam 23 dan, 4 bosh. Ha, 3 bosh. 3 bosh ekan akalar, xudo xolasa. Aka novoshda nech pul bo'ldi? 16 million. Aka sizkichi? 16 million 200 ga berilmadi. 16 million 200 dan qaytibdi akalar, sotilmadi. Aka nech pul bo'ldi bu? 21,5 million bo'libdi novoz. Aka nech pul bo'ldi novoz? Akam shu bilan so'ramadi narxini akalar. Aka nech pul bo'ldi unachi? 14,5 million so'm bo'libdi. Xo'p akalar 7 oylik bo'g'oz sigirimiz, xudo xolasa. Birinchisiga va chiroyli qo'shga varianti akalar, xudo xolasa zo'r. Gap nech pul bo'g'o aytyapsiz bunga? 30 million kam bor. Nech pul bermadingiz? 25 millionga bermadim. 25 millionga bermadingiz. Qiziqqali telefonini qoldiramizmi aka? Sotib ketamiz. Xo'p aka. Bo'g'ozligi necha oy? 2 oylik bo'g'oz. Suti. Nech pul bo'g'o aytyapsiz bunga? Puli nech pul puli? 25 ming so'm. 25 million kam bor. Nech pul bermadingiz? 22,5 millionga bermadi. 2 oylik gumonasi bor-a? 2 oylik gumonasi bor, 7 ta 6 ta suti bor. Qiziqqali telefonini qoldiramizmi? Qiziqqali telefonini qoldiramizmi? Yo'q, bugun sotilsa solasiz. Bugun sotilsa sotiladi, emasam qaytadi uyga deyapti. Ikkita o'ta zo'r variantidan, xudo xolasa bo'g'oz variantidan akalar. Sizlarga ilindik. Aka u yalanyapgan necha oy? 7 oy, ha? 7 oylik bo'g'oz variantidan akalar, xudo xolasa. Kuchli aka, kiloga sig'maydi. Bunisi necha oy? 20 kunda tug'adi. Xo'p, old tomonga o'tamiz. Orqalarini ko'rsatdik akalar, xudo xolasa. Nechinchisiga bo'g'oz aka bular? Ikkinchisiga 300. Bu ikkinchisiga, bu uchinchisiga. Nech puldan berishdi aka bularga? Aka 55 kun aytyapti, 60 kun aytyapti. 55 million kami bor, 60 million kami bor. Uchinchisi, ikkinchisi. Qiziqqali telefonini qoldiramizmi aka? 97 lik. 97 lik 096 096 03 03 nomeriga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, narxlarni kelsa dastlabki qilib berasiz. 40 ta bo'g'oz bor, tanlab ola oladi. Bo'ldi, akamizda 40 ta bor ekan shunaqalardan, xudo xolasa. Tanlab olaverasizlar ekan jigarlar. Atdushi. Telefon qilinglar aytilgan nomerlar. Jovon nech pul bo'ldi bu? 80 million ikkitasi. Ana jupi. 80 million bo'pti akalar. Necha oydan bo'g'ozligi? Narigi 8 oyga, bunisi yaqin ekan akalar, xudo xolasa tug'aman deyapti. 80 million bo'pti. Jupi 40 million. Xo'p, akalar o'ta sut ko'p keladiganlarga. Aka suti nechta buni? Yaxshi, siz bo'g'ozligichi? Yo'q, qisar uni bolasi. Qisini, ne bolami? Yotgan bolasimi qora? Dam olyapti ekan bolasi. It singar yotar ekan, novvosmi? Nech pul berishyapti yana bolaga? Hozir so'rashmayapsiz ekan. Nech pul berishavdi? 30 million kam bor deyapsiz. Nech pulga bermadi yana bolani? So'ramadi biroq. So'ramadi. Savdosi bo'lmabdi akalar, 30 million kam bor deyapti. Kalar nech puldan bo'ldi bular? 30 million bo'ldi bunisi. 26,5. Bunisi 26,5 million bo'ldi. Bo'g'oz necha oy bu aka haqida? 7 oylik ekan jigarlar. Ular yana shunday siqqan maroqaman ekan. Xo'p. Jigarlar 2 bosh. Kuchli varianti jigarlar. Aka nech puldan bermaydilar buni asosan? 61 million. Jupa.
Necha oydan bo'g'oz? Onisi gumon, onisi 6 oy. Bunisi gumon, bunisi 6 oy aniq. Bunisi 6 oyli ekan akalar bo'g'ozlik. Toza shiva so'ragan akalar. Xudo xolasa. Bunisi gumon ekan akalar. Bo'g'ozlik gumon. Xo'p, akalar 41 million so'mga olibdi. Hojiboy xudo xolasa 50 million kam bor deyapti. Hozir savdosi bitishib qoldi deyapti. 41 million so'mga olibdi chiqganlar. Mana shved buqa so'raganlar. Xo'p, ovozlarni ko'rib o'tamiz. Akalar ovozlardan nechi pul puli? 37 kam bor. 37 kam bor, nechi pulga bermadingiz? 34 million 100 ming kam qilishdi. 34 million 100 ming kam bor. Qiziqlar telefonni qoldirib qo'yamizmi? 91lik. 91lik. 607 607 0352. 0352 nomeriga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. 33 ga yetkazib beramiz uyiga. Bo'ldi, dasturga qilib yetkazib beramiz. Qilichbek Chorva kanali, xudo xolasa akalar ovoz holati o'ta zo'r bo'ladi. Buni ovozini sotilib chekilgan akalar. Nech pul bo'ldi aka buni ovoz? 31 million so'm bo'ldi. Necha kilo keladi akalar, kommentarlarga yozib ketinglar. 31 million so'm bo'ldi. Shved, juda kuchli. Yana bitta kuchli variant va akalar savdosi bo'layapti ekan, xudo xolasa. Omon, yomon, qochga bo'lib ketdi boru. Orqalarini qaranglar. Aka bu puli nech pul deyapsizmi? Qilichbek Chorva kanali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sanchirasiz? Puli 40 million. 40 million. Kami bor. Kami bor. Nech pulga bermayapsiz? 36 qilishyapti. 36 ga bermayapsiz. Qiziqqanlar telefonni qoldiramizmi? Ayting. 70lik 70lik 080 080 1121 aka. 1121 nomeriga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa akamda ko'pa 3 ta bor, seroq. Xudo xolasa mana bunaqa zotdorlardan, chiroylilardan, oyoq qo'l uzunlaridan shved so'ragan akalarimizga o'ta chiroylilardan akamizni seroq ekan. Aytilgan nomerga aloqaga chiqinglar aka. Ko'p hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Mana sizlar kutgan o'sha zot qanaqa bo'ladi aka? Rossiyskiy ekan aka, bular hammasi Rossiyadan kelgan deyapti. Xudo xolasa necha yosh? 2 4 6 8 10 ta, 10 dona. Xo'p, bunisi ham bor ekan 11-inchi akalar. Mana. Aka bular quyuq so'yig'i nech bilan deyapsiz? Eng pasti 23 dan, balandi 25 dan qilibdi akalar, xudo xolasa. Hammasi sog'lom, yeb ichish joyida. Ketirib yuring. Bir hafta sinov olaveradi deyapti. Dastavkalarni qilib beramiz, narxlarni kelishsak deyapti. Aka nech puldan qilib berasiz bularni endi oxiri? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kelib ko'rsin, ustida savdo qilsin. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib olaverasiz, xudo xolasa. Telefon nomerini aytib qo'yamizmi aka? Qanday o'g'lingizga gap? Ukamiz 93lik 820 93lik 820 1133 nomeriga telefon qilinglar, akalar, xudo xolasa 10 yosh. Bitta chiroqlardan. Taysiro, Qilichbek Chorva kanali. Xudo xolasa akalar, sog'lig'i hamma yo'q joy-joyida, yashil-bashuli yo'q. Emlatkilari hamma yo'q qilingan ekan akalar. Mashallah deb qo'yinglar. 20-25 ta uylarda bo'lib ketsin. Aytilgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bular ham mashalardan ekan, akalardan telefon qilib olaverasizlar, xudo xolasa. 2 yosh.
O'ta chiroyli ekan akalar. Semiz ekan. Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlarga sumkalar ko'rsatdim, xudo xolasa. Bu ikkovgami? Necha pul narxi bu ikkovini? Jupini 51 millionga qo'shsa sotamiz deyapti. Shu nomerga telefon qilaveradi. Akalar bularga nomer, boshqa nomer aytar ekan, xudo xolasa. Ayting nomerlar. 91lik 498 4822 nomeriga aloqaga chiqinglar. Mana 2 voshda xudo xolasa kelishtirib, dastavkalarigacha qilib beraman deyapti akalar. Bilan laykni bosib, mashalloh deb qo'ysa. Mana nomoslar.